Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar va tinglovchilar. Sizlarga bugungi mavzumizning asosiy rejasi onkologiyada paydo bo'ladigan muammolarga tashxis qo'yish va ularga ertaroq yordam berish usuli bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda meditsinadagi instrumentlarning, ya'ni apparaturlarning rivojlanib borishi, ya'ni ultratovush apparatining keng rivojlanib borishi onkologiyaga erta tashxis qo'yish va erta davolash usullarini ta'minlashga yordam berib kelmoqda. Asosan bularga ultratovush orqali punksiya, biopsiya yoki treniruющий operatsiyalar qilishni yo'lga qo'yish yoki ultratovush orqali bu operatsiyalarni osongina bajarish mumkin va onkologiyani erta tashxislab, erta davolash usuliga yordam beradi. Bu usul ultratovush nazorati orqali hozirgi kunda butun bir organizmlarning qon tomirlar organlariga biopsiya funksiya qilishga katta yordam berib, insonlarga yengillik tug'dirmoqchi va mutaxassislarga yengillik tekshirish usuli kiradi. Funksiya usuli yoki biopsiya usuli ultratovush orqali qilinadi. Ya'ni biopsiya bu maxsus pistoletlarda va rasmda ko'rganingizdek pistoletlarda biopsiya amaliyoti bajariladi. Bu asosan og'riq qoldiruvchilar bilan birgalikda, ya'ni hozirgi kundagi har xil og'riq qoldiruvchilar bilan bajariladi. Ikkinchi holatdagi pistoletni ko'rib turibsiz. Bular har xil firmadan chiqib, har xil holatda qulaylikka ega bo'lib hisoblanadi. Ko'rganingizdek bu yerda biopsiyadan olinadigan material qanaqa xususiyatga va qanday holatga ega ekanligi ko'rsatilgan va keyingi holatda bu yerda ignalarning o'lchamlari, bularni albatta mutaxassislar o'zlari tanlab olib bemorlarga ishlatishadi. Bemorlar bilishi kerak bo'lgan narsalar hozirgi kunda tashqi tomonda paydo bo'lgan shishlar, o'smalar yoki yana bir boshqa bir bezovtaliklar paydo bo'lishi bilan albatta mutaxassisga murojaat qilish kerak. Chunki mutaxassislar bilan jarroh, terapevt yoki boshqa sohadagi mutaxassislar bemorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatib, ularni qaysi mutaxassisga borib uchrashi kerakligi haqida ma'lumot berishadi. Asosan onkologlar, xirurglar bunaqangi muammolar bilan shug'ullanib, ularga to'g'ri maslahat ko'rsatishi mumkin. Hozirgi ekranda ko'rganingiz bu punksiya usuli bo'lib, ultratovush orqali bu yerda ko'k svetda yonib turgan holat bu qon tomir. Ikkinchi holatda ko'rib turganingiz bu limfa uzuli bo'ladi. O'sha sveti yo'q, hech qanaqa bir отражение bermagan bu limfa uzuli hisoblanadi. Bu yerda ko'rganingizdek o'sha sut bezidagi o'zgarishlarda biopsiya va funksiyani bajarish usullarining bir turi ko'rsatilib turibdi. Qalqonsimon bezdagi o'smadan funksiya olish, qanday olish va kimlarga bu ko'rsatma, albatta davolovchi doktor, endokrinolog yoki onkolog yoki lor vrachlar bu holatlarni ko'rgandan keyingina baho berib, ular yo'llanma berishadi. Shuning uchun bu hech qanaqa muammosiz ultratovush orqali amalga oshirib bajariladi. Bu yerda ko'rsatilgan har xil turdagi ignalar hozirgi kundagi meditsinada, ya'ni punksiya va biopsiya ishlatiladigan har xil qulay instrumentlar bo'lib, kundan kunga yangi va bir martalik instrumentlar chiqyapti. Bular shifokorlar uchun, mutaxassis uchun juda qulay, bemorlar uchun. Bu yerda ko'rganingizdek bu materiallarga biopsiya va punksiya qilingandan keyin albatta sitolog nazoratiga yuboriladi. Hisobga olib, hozirgi kunda ayollarda sut bezining raki tez uchrab, ko'p uchrab turishi, bu agar erta tashxis qo'yib, erta davolanishda tavsiya qilinadigan bo'lsa, juda tez va osongina qutulish mumkin. Agar erta tashxis qo'yilmasa, bunda muammolar, ya'ni organizmning boshqa qismlarida tarqalish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Bu yerga ko'rganingizdek sut bezidan funksiya qilib material olish, bu asosan tashxis qo'yish uchun shart va bu siz mayda, ya'ni 3-4-5 millimetrga ega bo'lgan o'smalardan material olish biroz qiyinroq. Bu yerda ko'rganingizdek sut bezidagi kistaga o'xshash o'sma, balkim fibroadenoma bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'rganingizdek mana bu
sut bezidan biopsiya qilib material olinishi va birinchi holatda ko'rib turibsiz qanday otildi va material bir qismi olindi. Albatta bu holatlar kamida 3 marta qilinishi kerak, chunki gistologiya materiallari ko'p holatlarda yetmay qoladigan bo'lsa, unda immunogistoximiya tekshirishlari ba'zida noaniq yoki boshqatdan qaytadan qilishga to'g'ri keladi. Bu haqida alohida mavzu qo'yamiz va yaratamiz. Oshqozon osti bezining ko'rinishi, ultratovush orqali ko'rinishi mana bunday holatga ega bo'lib, mutaxassislar uchun albatta bu osongina tushunarli, lekin bemorlar uchun biroz tushunarsiz bo'ladi. Oshqozon osti bezidagi o'smaning ko'rinishi bu anatomik holatda tasavvurga ega bo'lish uchun holat ko'rsatilgan. Bu yerda oshqozon osti bezidan ultratovush nazorati orqali material olib, histologik va sitologik tekshiruvlarga yuborib, undan keyin davo choralari tanlanadi. Buyraklarning normal holatda ko'rinishi qanday holatda ekanligi aniq ko'rilgan. Bu yerda o'sma yoki o'sma bo'lmaganligi albatta ultratovush yoki KTda ko'riladi. Bu yerda ko'rganingizdek ultratovush orqali buyrakdan material olinishi ikki xil holatda. Shuning uchun hech qanaqa og'riq bo'lmaydi. Albatta og'riqsizlantiruvchi dorilar qilingandan keyingina olinadi. Bu yerda o'sha buyrakdagi o'smalarning qanaqa holatda ekanligi va qayerda joylashganligi ko'rsatilgan. Albatta bu uchun alohida mavzu qilish kerak, chunki bu yerda operatsiya usuli qanaqa bo'ladi, qanaqangi operatsiya usullari bor va har bir mutaxassis o'ziga yarasha yondashuv bilan yondashadi. Jigardagi o'smalar qanday ko'rinishga ega? Bu anatomik holatda ko'rsatilgan. Juda oddiy tibbiyot sohasiga ega bo'lmagan, tibbiyot mutaxassisligi bo'lmagan odamlar uchun oddiygina tushunarli qilib ko'rsatilganligi uchun bu yerda ham alohida mavzu qilib, alohida ma'lumot yetkazishimiz shart bo'ladi. Albatta buni kelajakda qilamiz. Bu yerda ultratovush orqali ko'rsatilgan o'smaning qayerda joylashganligi va qanaqangi holatda ekanligi ko'rsatilgan. Bu albatta buyrakdagi dog'lar deb aytishadi. Aslida bular buyrakdagi o'smalar. Buyrak jigar ichida joylashgan o'smalar bo'lib hisoblanadi. Jigardan olingan o'smalar ultratovush orqali, ultratovush nazorati orqali material olinib turibdi. Bu yerda ikkinchi holatni ko'rib turibsiz, material olinayotgan joyini. Bu yerda ham xuddi buyrakdan material olinib turibdi. Bu materiallar histologik tekshiruvga yuboriladi. Bu yerda yana qaytadan shuni ko'rasiz. Bu funksion usulda olinyapti material. Bu yerda yana o'sha qaytadan ko'radigan narsangiz. Buyrak usti bezida paydo bo'ladigan o'smalar qanday holatda va qachon seziladi? Aslida bular to'satdan tekshiruv usullarida buyrak usti bezi aniqlanib, o'sha yerda o'smalar paydo bo'lganda unda ma'lumot olib, ya'ni funksiya yoki biopsiya olib tekshirib ko'rilishi mumkin. Bu yerda UZIda ko'rinishi buyrak usti bezini qayerda joylashganligi, ya'ni jigar ostida va buyrakning ustida joylashgan o'sma bilan aytilgandek. Bu yerdan material olish biroz qiyinchilik tug'diradi, chunki jigarning ostki qismida, buyrakning ustki qismida. Bu buyrak jigar orqali yoki buyrak orqali amalga oshirilishi kerak. Ko'p holatlarda mutaxassislar bu amaliyotni jigar orqali bajarishni xavfsizroq deb biladi. Mana rasmda ko'rib turganingizdek bajarilib turibdi. Bu ham og'riqsizlantiruvchi dorilar orqali amalga oshiriladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek o'sha erkaklarda prostata bezining hozirgi kundagi juda katta muammo bo'lgan holat hisoblanadi. Ya'ni prostata bezining kattalashishi va bu bezlardagi o'smalar, ya'ni adenomalarni yaxshi sifatli, yomon sifatli o'smalarni paydo bo'lish holatlari ko'p uchrab turibdi hozirgi kunda. Shuning uchun bular har doim tekshiruvlardan o'tkazilishi shart va doimiy ravishda tekshiruvlardan o'tishimiz shart bo'ladi. Shuning uchun e'tibor berishlaringiz shart. Bu holatda ham o'sha buyrak prostata bezidan material olinishi ko'rsatilgan. Bu yerda bu prostata bezidan mutaxassisning holatiga qarab 6, 8, 12, 24 ta tochkalaridan material olinishi mumkin. Chunki bu prostata bezidagi bo'lgan o'zgarishlarning, ya'ni zonalari bo'ladi o'ziga yarasha. O'sha zonalardan material olinishi shart.
Chunki bu materiallar tashxis qo'yish uchun histologlarga ko'proq material bo'lishi shart. Albatta, biopsiyadan keyingi asoratlar bo'lishi ehtimoldan xoli emas, ular uchrab turadi. Mutaxassis buni bajarishdan oldin albatta tushuntirib aytadi. Buning uchun albatta bajarilishi shart bo'lgan muolajalar. Bu yerda ko'rganingizdek buyrakdagi o'pkadagi o'smalarning holati faqat bu tashqi tomondan ko'rsatilgan. Bu oddiy odamlar uchun tushunarli bo'lishi uchun. Bu yerda esa o'pkadagi o'smadan material olish, ya'ni kompyuter tomografiya orqali qanday qilib material olish mumkin? Aslida UZI orqali material olish ham mumkin, ultratovush orqali. Kompyuter tomografiya orqali material olinganda ko'proq ma'lumot va aniqroq ko'rinadi, qayerdan olish kerakligi. UZIda o'pka gazli organ bo'lganligi uchun faqat kompyuter tomografiyada aniqroq ma'lumot olinadi. Bunda ko'rsatilgan ignalarning asosiy maqsadi qattiq to'qimalar, suyaklardan olinadigan materiallar uchun ishlatiladigan ignalar. Bular o'ziga xos va maxsus ignalar bo'lib, qattiq to'qimalar, suyaklardan, asosan suyaklarning plastinka qismlaridan material olish uchun ishlatiladi. Ko'rganingizdek, bu pistolet ba'zi holatlarda yumshoq bo'ladigan bo'lsa, o'sha materiallar pistoletdan ham material olish mumkin. Bu yerdagi ko'radigan holatlar esa suyakdagi o'zgarish holati aniq ko'rsatilgan. Bu yerdan material olish ham xuddi o'pkadan material olishday kompyuter tomografiyadan olinsa aniqroq va ko'proq va to'g'riroq tashxis qo'yish uchun yordam beradi. Bu yerdagi materialga e'tibor beradigan bo'lsangiz, kompyuter tomografiyada olinib turibdi. Bu yerga qaraydigan bo'lsangiz, to'g'ri liniya yuqoridan pastga tushadigan o'sha suyakning o'zgargan qismidan material olinmoqda. Albatta bu ma'lumotlar mana bu yerda ko'rganingizdek o'sha bachchadan ortgan, ya'ni tuxumdondagi kistalar yoki o'smalardan material olish yoki ularning o'zgarishi ultratovush orqali ko'rsatilib turibdi. Albatta bular oddiy tushuncha bo'lishi uchun oddiy holatlarda ko'rsatib qo'yilgan tushunchalar bo'lib oladi. Shuning uchun unga alohida qaytamiz. Bu yerda ko'rganingizdek har xil drenajlar, ya'ni trubkalarning turlari bo'lib, ular asosan buyraklar kattalashganda 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajali kattalashda asosan 3-chi, 4-chi darajali katta ko'rsatma bo'la oladi. Ularga o'sha buyrakni ishlash faoliyatini yaxshilash uchun albatta bu yerga trubka qo'yishimiz yoki drenajlashimiz shart. Drenajlarning har xil turlari bo'lib, yoshga qarab va katta kichikligiga qarab drenajlar tanlanib, mutaxassis tomonidan tanlab qo'yiladi. Hozirgi kundagi drenajlarning ko'rinishi shunaqa va buyrakda mana bunday holatlarda turish kerak. Albatta buyrakka qo'yilgan drenaj o'xot qilinib, o'zlarida davolovchi doktor tomonidan yoki bemorlarni o'zlari yoki qarovchilar tomonidan har kuni 1 marta, 2 marta perevazka jarohat atrofi obработка qilinib turiladi. Mana bu yerda ko'rganingizdek UZIda ishlatilgan, qo'yilgan narsa buyrakka o'sha nefrostoma qilinadigan holatni ko'rib turibsiz. Osongina bajariladi. Bu yerda ko'rganingizdek sariqlik, ya'ni organizmda sariqlik belgilari paydo bo'lgan holatlarda nimalar qilish mumkin? Bunda ham o'sha jigardagi o't yo'llari kengayib, ularni drenajlash operatsiyalarini bajarish mumkin. Ko'rganingizdek videoda drenajlash operatsiyasi bajarilmoqda. Bu operatsiyalar asosan sariqlik paydo bo'lib jigardagi o't yo'llari yoki o't qopi kattalashgan holatlarda, shoshilinch holatlarda bajariladigan operatsiyalar, ya'ni ultratovush orqali bajariladigan operatsiyalar. Bu yerda ko'rganingizdek o'sha o't yo'llarini drenajlash operatsiyasi, bu yerda ko'rganingizdek o't yo'llaridan drenajlangandan keyingi holatni ko'rib turibsiz. Bu yerda albatta har bitta mavzu uchun alohida to'xtalib o'tishimiz shart. Chunki bu mavzular o'ziga juda katta narsalarni qamrab oladi, juda katta ma'lumotlarni qamrab oladi. Har bittasi uchun albatta alohida ma'lumot yetkazamiz. Buning uchun vaqt, sizlardan savol, sizlardan kerak bo'ladigan
ma'lumotlarni yozib qoldirishlaringizni so'raymiz. Albatta harakat qilamiz har kungi mavzu bo'yicha ma'lumot yetkazishga. Bu ma'lumotlar kimlargadir foydali bo'lishi mumkin. O'ylaymanki, albatta foydali bo'ladi. Har bitta mavzumiz uchun, har bitta organ uchun, har bitta o'sma uchun albatta ma'lumot yetkazishga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.